Ko'plar chiqatga keldik. Pasport bilan kirgizishdi. Aeroport ishchilarini farzandlariga bayram tashkillashtirishibdi 1-iyunga. Hamma bolachalarga shunaqa o'yinchoqlar tarqatishdi. Mana aeroport zavodiga ham kirib keldik. Juda ham ko'p odam kelibdi. Burada samolyotga chiqishga o'chirda turibmiz. Orada shunaqa rasmlarga ham tushib oldik. Birinchi marta samolyotda shunaqa yaqindan ko'rishim, bolalarim ham juda ham xursand bo'ldi. Nihoyat biz kutgan daqiqalar samolyotga chiqdik. Chiqishimiz bilan xuddi uchadigandek xursandmiz. Hamma joyini bolalarim tekshirib chiqishdi. Oynasidan qarab o'tirib xuddi uchayotgandek bo'ldik. Samolyotga chiqqan odamlar hammasi rasmga tushish bilan ovora edi, xuddi bizga o'xshab. Uchxonasiga o'chirda turibmiz, mana kirdik. Bu joyga chiqish o'zi hayajonli bo'lar ekan. Uchish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Sizlar ham shunaqa joylarni ko'rish xohlagan bo'larmidinglar? Menga o'xshab samolyotni yaqindan birinchi marta ko'rganlar bormoringlar-da.